Assalomu alaykum. Bugun nahmadan taqdim etganimning 29-kuni. Bugun tafsir javharlardan yana 10 bet o'qiyman. Xatir yozma, minnatdorlik xotirasi yozma. Agar vaqtim yetsa, turkcha va inglizcha kitob o'qiyman. Ana boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Bu itqanlarımız köp sonliq mufassirlarning qarshidir. Yeni ba'zi mufassirlar Qur'oni Karimda nasih, ya'ni oyatlarning hukmini amaldan qoldirish yo'q deb qaraydi. Chunki bu ulamolar boshqalar amaldan qoldirilgan degan oyatlarni ta'vil qiladi va Qur'oni Karimdagi oyatlarning har biri o'ziga xos ma'no ifodalaydi. Biri yana birini amaldan qoldirmaydi deb e'tiqod qiladi. Ondan Alloh taolo musulmonlarga xitob qilib deydiki: "Ey Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon etgan mu'minlar, ilgari Yahudilar Musa alayhissalomga talab qo'ygandek, sizlarmi payg'ambaringlarga talab qo'ymoqchimi? Ilgirki Yahudilar o'z payg'ambari Musa alayhissalomdan Rabbini ochiq ko'rsatib berishni talab qilgan edi. Axir ularning oqibati ichinishlik bo'ldi. Ya'ni chaqmoq chaqib ularning jinini olgan edi. Ondan Alloh taolo ularga rahim qilib, ularni qayta tirildirgan edi. Shuni unutmanglar. Kimki Qur'oni Karimga ishonmay, uning boshqasini talab qiladigan, u rostli to'g'ri yo'ldan ezib ketgan bo'ldi." Muhim nuqtalari. Qur'oni Karimda ilgari nozil qilgan ba'zi oyatlarning hukmi intayin keyingi munosabatli oyatlarning nozil bo'lishi bilan amaldan qoldirilgan bo'lib, buning hikmatini Alloh taolo o'zi biladi. Ikkinchi, musulmonlar uchun foydali va sharoitlarga mos keladigan hukmlarni nozil qilish orqali burunqi shu mavzulardagi ko'ni hukmlarni amaldan qoldirish Alloh taoloning bandalariga bo'lgan cheksiz shafqati va marhamatini ko'rsatadi. Uchinchi, Alloh taoloning belgilamalariga rozi bo'lib, ularni mamnunlik bilan qabul qilish mu'minlar uchun farzdir. To'rtinchi, din to'g'riliq behuda savollarni so'rashning foydasi yo'q. Burunqi ummatlarning halok bo'lishining sababi halok bo'lganligimi ularning diniy masalalarda ro'shan bayonlarga kifoya qilmay, ko'p savol so'rab dinni qiyinlashtirib etib amal qila olmaganligidan edi. Yahudilarning musulmonlarga qarshi mavqesi. Bismillahirrohmanirrohim. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Tercümesi 109. ayet. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat oshkora bo'lgandan keyin ichidan hasad qilib, sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning ular haqidagi farmoni kelganga qadar sizlar yana ularni afv qilinglar va kechiringlar. Shaksizki Alloh har narsaga qodirdir. 110. ayet. Namozni mukammal ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun qandoqli bir yaxshilik qilsanglar, Allohning dargohida uning mukofotini cho'qim topsizlar. Shaksizki Alloh qilayotgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Tafsiri. Yahudilarning ko'pinchisi o'zlarining razil axloqiy va hasadxo'rlik odati tufaylidan payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilish va uningga har xil suiqasdlarni planlashdan tashqari musulmonlarning kufriga qaytishini orzu qiladi. Ularning bu orzusi faqat musulmonlarga kelgan yaxshiliklarga hasad qilib, ularning o'zlaridan eshib ketgan taraflarga ko'z qizartganligidan edi. Alloh taolo yuqorqi oyatda musulmonlarni Yahudilarning bu qilqlariga vaqtliq sabr qilishga va Alloh taolo o'zi ruxsat bermaguncha ular bilan urush qilmaslikka buyurdi. Keyingi oyatda bo'lsa Alloh taolo musulmonlarni islomda buyurilgan namoz, zakot va boshqa farzlarni to'liq mukammal o'rindashda chidamli bo'lishga buyurdi. Shundaqla oxiratda ularning mazkur ibodatlarning mukofotiga to'liq erishganligini ta'kidlaydi. Muhim nuqtalari. 1. Yahudilar bilan xristianlarning ulamolari
islom dinining haqdan ekanligini bilib turib, faqat azaldan Isroil avlodiga berilib kelgan payg'ambarlik navbatining to'satdan arab qavmidan chiqqan bir kishiga berilganligiga hasad qilganlikdan islom dinini e'tirof qilmagan. İkinci, musulmonlar yahudiylar bilan urush qilishga sharoiti to'liq yetib bo'lolmagan islomning avvalgi davrlarida yahudiylarning dushmanliklariga sabr qilib, kelajakdagi g'alaba uchun moddiy va ma'naviy taraflardan tayyorlik ko'rishning zarurligi va har jihatdan kuchli bo'lishning oldingi sharti bo'lgan islom farslarini to'liq o'rganish orqali o'zlarining ma'naviy kuchlarini oshirish kerakligini obdan biletdi. Uchinchi, dushmanga qarshi kuchlanish faqat Alloh taologa tayinish bilan bir vaqtda qo'ldan kelgan sabablarning hammasini qilish bilan bo'ladi. Yahudiy va xristianlarning oxirat haqidagi mavqesi. Bismillahirrohmanirrohim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Tercümesi 111. ayet. Yahudiler, Yahudi bo'lmagan odam hargiz jannatga kirmaydi dedi. Xristianlar mı? Xristian bo'lmagan odam hargiz jannatga kirmaydi dedi. Bu ularning quruq arzusudur. Ey payg'ambar, ularga agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltirib beqinglar dedim. 112. ayet. Amaliyat ular degandek emas. Kimki taat ibodatni mukammal qilgan holda butun vujudi bilan Allohga yuzlanadigan, u Rabbining dargohida mukofotga erishadi. Bundaq kishilarga qo'rqinch yo'qdir. Ular hargiz qayg'urmaydi. 113. ayet. Yahudilar xristianlar to'g'ridan da emas dedi. Xristianlarmı Yahudilar to'g'ridan da emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, xristianlar Injilni o'qib turibdi. Vahiy haqida bir narsa bilmaydiganlarmı? Bir-biri haqida ular degandek bizdan boshqalar to'g'ridan da emas dedi. Alloh qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalar to'g'risida hukm chiqaradi. Nazil bo'lish sababi. Tafsiriy bag'aviyda bayon qilinishicha, bu oyatlar payg'ambar alayhissalom bilan munoziralash uchun Nejrondan kelgan xristianlar haqida nazil bo'lgan. Ular kelganda payg'ambar alayhissalom Madinalik yahudilar bilan munozira ustida edi. Yahudilar Nejron xristianlarini ko'rgandan keyin ularning o'rtasidagi qadimiy diniy adovat qaytadan bosh ko'tardi va yahudilar bilan xristianlardan iborat bu ikki guruh o'zaro munoziralashga kirishib ketdi. Yahudilar o'zlarining chekidan oshgan mag'rurligi bilan xristianlarga qarshi holda Yahudi bo'lmagan odam hargiz jannatga kirmaydi deydi. Xristianlarmı Yahudilarga raddiya asosida xristian bo'lmagan odam hargiz jannatga kirmaydi deydi va har ikki taraf qarshi tarafni to'g'ridan da emas deydi. Bu vaqtda Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga yuqorqi oyatlarni vahiy qilish orqali bu ikki tarafning asossiz da'volariga raddiya berish bilan birga har ikki tarafdan o'z da'vosining rostligini isbotlab berishni talab qiladi. Natijada bular yuqorqi oyatning munozirasiga javob berisha olmaydi va o'zlarining haqiqat oldida yengilganligini e'tirof qilishadi. Tafsiri. Alloh taolo yuqorqi oyatlarda yahudilar bilan xristianlardan iborat bu ikki firqaning o'zaro bir-birini kafir deganligiga qarta raddiya berib, amaliyotda har ikki firqaning kafir ekanligini jakarlaydi. Tavrat bilan Injildan iborat bu ikki ilohiy kitobni o'qib, haqiqatni tonib turib, uning ta'limotlariga amal qilishdan bosh tortgan bu ikki firqa kishilarning haqiqatan kafir ekanligini musulmonlarga namoyon qilib berdi. Chunki agar ular o'zlarining kitoblariga amal qilgan bo'lsa edi, albatta Qur'on Karimga iymon keltirgan va islom dinini qabul qilgan bo'ladi. Amaliyotda hargizmi yahudilar bilan xristianlar da'vo qilgandek emas. Haqiqat shuki,
Kimki taat ibodatni voyaga yetkazgan, din va dunyolik har qanday ishni mukammal o'rinlagan holda Alloh taologa yuzlanadigan, uningga o'zini topshiradigan, u Alloh taoloning katta mukofotiga erishadi. Bundaq kishilarga oxiratda hech bir qo'rqinch bo'lmaydi. Ular dunyoda qo'yib ketganlari uchunmi qilcha qayg'urmaydi. Chunki oxiratdagi mukofot kattadir. İlahi kitaplarını biladigan Yahudiler bilen Hristiyanlar bir-birini kafir deyishgan bo'lsa, hech bir kitap berilmagan vahiy haqida va ilahi kitaplar haqida hech narsa bilmaydigan arab mushriklarmi shundoq degan. Ya'ni o'zlaridan boshqalarni to'g'ri yo'lda emas degan. Shaksizki, Alloh taolo qiyomat kunida ular ixtiloflashgan narsa to'g'riliq, ularning o'rtasida adolat bilan hukm chiqardi va ularga yolg'onchilikning jazosini albatta tezdi. Shu aniqki, jannat iman etgan ve yaxshi amal qilgan müminlerge xasdır. Muhim nuqtalari. Birinci, cennet degan quruq arzu qilish bilan qo'lga keladigan narsa emas. Balki bu dunyoda Alloh taologa chin iymon keltirib, shu iymonning talabi bo'yicha ish qilgan va hayotini Alloh taologa itoat qilish bilan o'tkazganlarning boradigan joyidir. Ikkinchi, Yahudiler bilen Hristiyanlarning kufrligi eng cho'ng kufrliqdir. Shunga ularning oxiratda tortilgan jazosimi qattiq bo'ladi. Chunki ular haqiqatni bilib turib, uni qabul qilishdan bosh tortgan maxluqlardir. Uchinchi, nijotlik yo'li faqat haqiqiy iymon va yaxshi amaldan iborat ikki narsaga markazlashadi. Kishilarni masjidlardan to'sish, uni vayron qilishning gunohi. Bismillahirrohmanirrohim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Tercümesi 114. ayet. Allah'ın mescidlerde Allah'ın isminin yad etilişini tosqan ve o mescidlerini veyran qilishga uringanlarda mı zalim adam var mı? Ana shular mescidlerge faqat Allah'tan qorqqan holda kirishi kerak. Ularga dunyoda rasvolik, oxiratda qattiq azob bor. 115. ayet. Kun chiqishmi, kun ketishmi Allohnindir. Allohning amri bilan qaysi tarafga yuzlansanglar, u Allohning tarafidir. Yani sizlarga ixtiyor qilgan qiblisidir. Shaksizki Allah mag'firati va keng, Allah mag'firati va rahmati keng, hammani bilguchi zotdir. Tafsiri. Allah taolo yuqorqi oyatda Buyutulloh, ya'ni Allohning uylari deb atiladigan musulmonlarning asosliq faoliyat markazi, ibodat qiladigan va diniy ta'lim oladigan joyi bo'lgan shu masjidlarni vayron qilish yoki kishilarni uning kirishdan to'sish qatorliq qilmishlarning eng ig'ir gunoh ekanligini jakarlagan. Chunki masjidlar Alloh taoloning ismi zikr qilingan maxsus ibodatgohlar bo'lib, yer yuziga eng muqaddas joylardir. Ahvol bundoq ekan, Alloh taoloning masjidlarini vayron qilish yoki kishilar uning kirishdan to'sishning gunohi haqiqatan ig'ir bo'lishga tegishlidir. Allah taolo yana shuni bayon qildiki, masjidlarga hurmat bildirganlikdan Alloh taolodan qo'rqqan va aymangan holda kirish kerak. Chunki bu o'rinlar Alloh taologa eng kamtarlik bilan ibodat qilish uchun bino qilingan joylardir. Alloh taologa iymoni bor odam masjidlarga o'zining Alloh taologa bo'lgan ehtiyojini his qilgan va ojizligini e'tirof qilgan holda aymanib turib kiradi. Ammo kofirlarning Alloh taoloning masjidlariga qadam bosish haqqi yo'q. Ular kirgandimi, musulmonlarning ruxsatini olib, Alloh taolodan qo'rqqan va o'zlarining kibrisini sundirgan holda kirishi lozim. Alloh taoloning masjidlariga dushmanlik mavqesi bo'lganlar bu dunyoda xorliq va zabunlikqa mahkumdir. Oxiratda bo'lsa, ularga qattiq azob bor. Musulmonlar o'zlarining muqaddas dindan yiroqlashib, Qur'on Karimning ko'rsatmalarining ba'zisiga amal qilib, yana ba'zisini tashlab qo'yish bilan dinga xiyonat qilish darajasiga yetib qolgan va dunyolik ishlar oxiratlik ishlarning oldiga qo'yilayotgan vaqtlarda
Kafirlarning qalbidagi musulmonlardan eyminish ko'tarilib ketganlikdan ular musulmonlarni va ularning muqaddas joylarini hurmatlash emas, balki ularga ziyonkashlik qilish darajasiga yetgan. Ilgari ahli silib armiyasining masjidi Aqsoni xarob qilganligi, hozir yahudiylarning uning oyoq bosganligi buning misoli. Keyingi oyatda bo'lsa, Alloh taolo qiblining masjidi Aqsodan masjidi haramga o'tkazganligini ayblagan yahudiylarga raddiya berdi. Shundaqla mag'ribdan mashriqgacha butun yer zamin Alloh taoloning mulki va uning ilkida ekanligini, qaysi bir joyda turib, qaysi tarafga yuzlanib Alloh taologa ibodat qilsa, u Alloh taolo ixtiyor qilib bergan qibla ekanligini va qiblani o'zgartirishdan iborat Alloh taoloning bu hikmatli ishini ayblashning og'ir gunoh ekanligini bayon qiladi. Muhim nuqtalari. Birinchi, Alloh taoloning masjidlariga qarshi dushmanlik qilish va kishilarni undan yiroqlashtirishga urinishning gunohi haqiqatan og'irdir. Ikkinchi, Alloh taoloning masjidlarini kofirlarning oyoq besishidan saqlash har bir musulmonlarning mas'uliyatidir. Musulmon emaslar masjidlarga kirmoqchi bo'lsa, cho'qim musulmonlarning ruxsati bilan kirishi lozim. Uchinchi, namozda qiblaga qarash mutlaq shartdir. Faqat cho'llarda bo'lib qilib qiblani tepish uchun ko'p tirishgan bo'lsa-mu, uni topolmagan sharoitda qibla bo'lishi mumkin deb faraz qilgan qaysi bir tarafga qarab namoz o'qish durustdir. Shuningdek, qatnash qurollari ustida yo'l yurgan bo'lib, qiblaga qarashga imkoniyat bo'lmaganda-mu, qatnashning yo'nalishiga qarab namoz o'qish durustdir. To'rtinchi, Alloh taoloning koinotdagi hamma narsani bilib turadiganligi va uning hech narsaning yoshirin emasligi aniq haqiqatdir. Ahli kitob va mushriklarning tuhmatlari. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ترجمesi 116 ayet. Ular yeni Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler Allah'ın balası var dedi. Herkes ondaq emas. Allah bu tehmetten pakdır. Asmanlardaki ve zemindeki narslarının hemmisi Allah'ındır. Hemmisi onunla boysunluğucudur. 117 ayet. Allah asmanlarını ve zeminini örneksiz yaratkan zattır. O birer işini yaratışını irade kılsa, onunla fakat bol deydi de o buludu. 118 ayet. Bilmeydiganlar yani Arap müşrikleri Allah nemişka biz bilen sözleşmeydi yoki bizga birer mo'jiz kelmaydi deydi. Ulardan ilgari o'tganlarmi shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dalillari bir-birinikiga o'xshaydi. Haqiqatan biz oyatlarimizni jazman ishonadigan qavm uchun ochiq bayon qildik. Tafsiri. Yuqorqi oyatlar oldingi oyatlarga o'xshash kofirlarning har xil tuhmatlarga va xurofiy aqidalarga raddiya bergan holda nozil bo'lgan bo'lib, oldingi ikki oyatda Allah Taala ahli kitobdan va mushrik arablardan bo'lgan kofirlarning Allohning balasi bor deydigan xurofatlarga raddiya bergan. Chunki Yahudilar Uzayrni Allohning o'g'li deb e'tiqod qilsa, Hristiyanlar Isa alayhissalomni Allohning o'g'li deb e'tiqod qiladi. Mushrik arablar bo'lsa, farishtalarni Allohning qizlari deb e'tiqod qiladi. Alloh taolo ularning yuqorqi o'ydirmasiga raddiya berishda tuvandagi aqliy dalillarni keltirgan. Birinchi, osmon va zimindagi barliq koinot, jimi mahluqot Alloh taoloning mulki. Mahluqoti va uning amriga bo'ysunuvchilar bo'lib, ulardan birarsini Alloh taoloning bola qilib bilishi aqliy jihatdan qabul qilinmaydigan bir ishdir. Ikkinchi, Alloh taoloning qandaqli bir shayni yaratishni iroda qilgan vaqtida bo'l degan amri bilanla uning barliq keltirishga qodir, cheksiz qudratning barligi uning bolaga ehtiyojli emasligini taqozo qiladi. Chunki u cheksiz qudrat va mislsiz ilm hikmat egisi bo'lgan yegona iloh bo'lib, hech kimga va hech narsaga muhtoj emasdir.
alloh taolo keyingi oyatda nodonlikning ustiga aqlsizlikda chekiga yetgan arab mushriklarning alloh biz bilan so'zlashsa edi deydigan ahmoqona so'zlarga raddiya bergan va burungi zamonlarda payg'ambarlarni inkor qilganlik uchun halok qilingan qavmlarning shunday so'zlarni qilganligi va bular bilan burunqilarning dillarining qorliqda va qattiqlikda o'xshash ekanligini bayon qilgan. Alloh taolo bilan bevosita so'zlashish va uni ko'rish bu dunyoda mumkin bo'lmaydigan bir ish bo'lganlikdan ularning bu ahmoqona talablariga javob berilmagan. Muhim nuqtalari. Alloh taologa loyiq kelmaydigan narsalarni unga mansub qilish og'ir gunohdir. Haqiqatga erishishni xohlamaydiganlarning har zamon va har joyda deydigan so'zi o'xshashdir. Alloh taoloning oyatlaridan faqat aqli sog'lom bo'lgan kishilarla manfaat oladi. 4. Musulmonlarning vazifasi kishilarni yaxshi ishga da'vat qilib va yomon ishlardan to'sishdan iboratdir. Ammo kishilarni hidoyat qilish faqat Alloh taoloning ilkida bo'lib, Alloh taolo xohlagan kishiga hidoyatni nasib qiladi. Şunun bilan bugunlik bu kitobni o'qish vazifamiz tugadi. Alhamdulillah. Şimdi hatta yazınız. Kafanda gerçekten online eğitimle İngilizcemi geliştirebilir miyim sorusu varsa cevabı tabii ki. Minnettarlar hatır savol.
Sallanma şundaq müzik degan ish qilinmaganda. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Uf, husuldu bundaq müzikde. Amazon.com.tr mobil uygulamasını indir. İlk alışverişinde anında 100 TL'lik indirimi kazan. Bugün Kento'nun pastacı kremasıyla sizlere baklavaya alternatif çıtır çıtır
Selamünaleyküm. Ana. Hı? Yedilatın hacer yedilatının körünmeyi ötüdükten. Neyle? Defakto pantolonlarla
Hoş geldin Ramazan, hoş geldin evimize. Mübarek aylardayız, ümmetin sevi. Hoş geldin, hoş geldin evimize Ramazan. Hoş geldin, hoş geldin gönlüm. O sıcak ve uzun yaz boyunca Via'nın her gün yapacak bir dizi ev işi vardı. Sofia ve Isabella ile birlikte bahçeyi yeniden çiçeklendirip genişlettiler ve bir çift eski kitaplığı tavşan yuvasına çevirdiler. Vian çardağın çevresini kapatmak için kümes teli kullandı. Tüm arazideki en romantik yer artık gübre kokuyordu. Via'nın kendi bahçeleri için topladığı gübre. Yolun aşağısındaki yaşlı çiftçi Rivet'ten yem karşılığında deterjan almıştı. Gerçekten rahatladığı, kendisi gibi hissettiği tek zamanlar pazar sabahlarıydı. Isabella pazar ayinlerine katılmayı reddettiği için Vian Sofia'yı kiliseye götürdükten sonra Rachel'le onun arka bahçesinde oturup kahve içiyordu. En iyi arkadaşlar olarak baş başa oturup sohbet ediyor, şakalaşıyor ve gülüşüyorlardı. Bazen Isabella da onlara katılıyordu. Ama kadınlarla konuşmaktansa çocuklarla oynamak daha çok ilgisini çekiyordu. Vian açısından sorun yoktu. Ev işleri elbette ki gerekliydi. Uzak gibi görünen ama olabilecek en kötü zamanda ortaya çıkan ve istenmeyen bir misafir gibi bastıracak olan kışa hazırlanmanın yeni yoluydu. Daha da önemlisi Via'nın zihnini oyalamaya yarıyordu. Bahçesinde çalışırken konsere yapmak için
çilekleri kaynatırken ya da salatalıklarla turşu kurarken Antony'yi ve ondan ne kadar uzun zamandır haber almadığını düşünmüyordu. Onun içini kemiren şey bu belirsizlikti. Kocası savaşta esir mi düşmüştü? Bir yerlerde yaralanmış mıydı? Ölmüş müydü? Vian bir gün başını kaldırdığında onun bu yoldan gülümseyerek ona doğru geldiğini görebilecek miydi? Onu özlüyordu. Onu arıyordu. Onun için endişeleniyordu. Bunlar onun gece yolculuklarıydı. Kötü haberler ve sessizlikle dolu bu yeni dünyadaki tek küçük iyi haber yüzbaşı Bek'in yazın büyük bir kısmını seferlere çıkarak evlerinden uzakta geçirmesiydi. Vian onun yokluğunda evde bir düzen kurmayı başarmıştı. Isabella ondan istenen her şeyi şikayet etmeden yapıyordu. Ekim ayına girmişlerdi ve hava serindi. Vian Sofia ile birlikte okuldan eve yürürken da dalgınlaştığını hissetti. Bir topuğunun gevşediğini fark ettiği sırada dengesini kaybeder gibi oldu. Siyah oğlak derisinden Oxford tarzı ayakkabıları Vian'ın son aylarda yaptığı gibi günlük kullanıma uygun değildi. Tabanları açılmaya başlamıştı. Sık sık tökezlemesine neden oluyorlardı. Çok yakında yeni ayakkabılar gibi şeylere de ihtiyaçları olacaktı. Karnelerinin olması, satın alabilecekleri ayakkabıların ya da yiyeceklerin olduğu anlamına gelmiyordu. Vian hem yürüyüşünü düzeltmek hem de kızını yakınında tutmak için bir elini Sofia'nın omuzuna koydu. Her tarafta Nazi askerleri vardı. Kamyonlarda, yan sepeti, makineli tüfeklerde dolu motosikletlerde. Meydanda yürüyorlardı ve zafer marşları söyleyen sesleri yükseliyordu. Bir askeri kamyon onlara korna çaldı ve bir konvoy yanlarından geçerken kaldırıma doğru iyice çekildiler. Daha fazla Nazi. "Şu Isabella teyze mi?" diye sordu Sofia. Vian, Sofia'nın parmağıyla işaret ettiği yöne baktı. Gerçekten de Isabella elinde sepetiyle ara sokakların birinden çıkıyordu. Onu tanımlamak için Vian'ın aklına gelen tek kelime kaçaktı. Kaçak. Şimdi bütün parçalar yerine oturmuştu. Küçük tutarsızlıklar birleşerek bir motif oluşturuyordu. Isabella La Jardin'dan sık sık sabahın ilk ışıklarıyla ve gerektiğinde çok daha erken saatlerde evden çıkıyordu. Vian'ın pek umursamadığı yokluğuna bir sürü detaylı bahane uyduruyordu. Kırılan topuklar, rüzgarda uçan ve peşinden koşulan şapkalar, onu korkutan ve yolunu kesen bir köpek. Bir çocukla birlikte olmak için mi evden sıvışıyordu? "Isabella teyze," diye seslendi Sofia. Sonra da bir cevap ya da izin beklemeden caddeye fırlayarak top oynamakta olan 3 Alman askerinin arasından geçti. Vian lanet olsun diye mırıldandı ve askerlerin arasından sokağın karşı tarafına geçerken "Pardon," dedi. Sofia'nın Isabella'ya "Bugün ne aldın?" diye sorduğunu duydu ve küçük kızın elini sepete doğru uzattığını gördü. Fakat Isabella Sofia'nın elini vurdu. Sertti. Sofia çığlık atarak elini geri çekti. "Isabella," dedi Vian sertçe, "sen ne yaptığını sanıyorsun?"
Neyse ki Isabella'nın yüzü kızaracak kadar utanması vardı. Özür dilerim, yorgunum, o yüzden. Bütün gün sıra bekledim ve niçin? Üzerinde doğru düzgün et olmayan dana kemiği, iliği ve bir kutu süt için. Moral bozucu. Yine de kalabalık etmemeliydim. Özür dilerim Sofia. Sabahın köründe evden sıvışmasaydın belki de yorgun olmazdın, dedi Vian. Sıvıştığım falan yok, dedi Isabella. Yiyecek bir şeyler almak için dükkanları geziyorum. Benden bunu istediğini sanıyordum. Bu arada bir bisiklete ihtiyacımız var. Bu eski ayakkabılarla şehre kadar yürümek beni mahvediyor. Vian kardeşini gözlerindeki ifadeyi okuyabilecek kadar iyi tanımayı dilerdi. Suçluluk muydu bu? Endişe miydi? Yoksa bir baş kaldırı mıydı? Isabella'yı hiç tanımasa gururdan olduğunu düşünebilirdi. Üçü eve doğru yol alırken Sofia Isabella'nın koluna girdi. Vian cari rüyadaki ya da kar rüyadaki değişiklikleri inatla reddediyordu. Nazilerin bu kadar yer kaplaması, kireç taşından duvarlardaki posterler, Yahudi karşıtı yeni afişler mide bulandırıcıydı. Kırmızı ve siyah gamalı bayrakların kapılara ve balkonlara asılması. İnsanlar Karayola'dan ayrılmaya başlamıştı. Evlerini Almanlara bırakıyorlardı. Serbest bölgeye gittiklerine dair bir söylenti vardı ama kimse kesin olarak bilmiyordu. Dükkanlar kapanıyor ve bir daha açılmıyordu. Vian arkasından gelen ayak seslerini duydu ve sakince "Daha hızlı yürüyelim," dedi. Madem Mariak, affedersiniz, aman tanrım, seni mi takip ediyor artık, diye mırıldandı Isabella. Vian yavaşça arkasını döndü ve "Yüzbaşı," dedi. Sokaktaki insanlar Vian'ı dikkatle izliyordu. Durumu onaylamadıklarını göstercesine gözlerini kısmışlardı. Bu gece geç geleceğimi ve maalesef akşam yemeğine katılmayacağımı haber vermek istedim, dedi Beck. Ne kötü, dedi Isabella. Yanık karamel kadar tatlı ve acı bir sesle. Vian gülümsemeye çalıştı ama aslında adamın onu neden durdurduğunu anlamamıştı. Sizin için bir şeyler ayırırım. Neyin, çok naziksiniz. Beck sessizleşti. Vian da bir şey söylemedi. Sonunda Isabella sesli bir şekilde iç geçirdi. Yüzbaşı, biz de eve gidiyorduk. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı, diye sordu Vian. Beck ona yaklaştı. Kocanız için ne kadar endişelendiğinizi biliyorum. O yüzden bir kontrol yaptım. Maalesef haberleri iyi değil. Kocanız Antonie Mariak şehrinizdeki erkeklerin çoğuyla birlikte esir alınmış. Bir savaş kampında esirmiş. Viyana bir isim listesi ve resmi karpostallardan oluşan bir tomar uzattı. Eve dönemiyor. Maalesef. Eve dönemiyorlar. Maalesef.
Endi men sizlarga bir ingliz kitob o'qib berib tugatay. Hold on to your kids. Why parents need to matter more than peers. Kitap içimden. Allah Allah. Oldu birlik bu müşinçlik basın. İçilmeye oturdu kitap. Aman Allah emanet.